Said Ismoil, qarang. Sofershenkin degan nima degani? Sofershenkin degan sovg'a uchun degani. Sovg'a uchun degani. Masalan, har bitta millatda o'zini bir-birini qo'llab-quvvatlash, bir-birini deylik hamjihatlik an'analari bor. Nemislarda ham xuddi shunaqa narsa bor. Chunki tashlab yubormaydi yoki sotib yubormaydi. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, yuvib, tozalab, chiroyli qilib turib, shunaqa qo'yib qo'yadi. Kimga kerak bo'lsa, o'ziga kerak narsalarni olib ketishi Olib ketsa bo'ladi. Ya'ni bo'ldi sovg'a ekan yoki olib ketishga ekan deb ko'tarib ketishavermaydi. Mana shu narsa xudo bilsa ertalabdan beri turibdi. Menimcha hech kim olib ketib qolmagan, o'ziga kerakligisini qarab, bemalol olib ketsa bo'ladi. Bu albatta nemislarni takrorlanmas jihatlaridan biri. Zo'r jihati bular shunchaki shunday qo'yib qo'ymaydi. Yuvib, tozalab, konkretno ishlatsa bo'ladigan narsalar qo'yadi. Xuddi shunaqa, ya'ni o'ziga keraksiz bo'lgan, ya'ni ishlatib bo'lmaydigan narsalarni emas, albatta ishlatsa bo'ladigan, hali yaroqli bo'lgan narsalarni qo'yib qo'yadi. O'shaning uchun Sofershenkin ko'rsanglar, Germaniyada bemalol olib ishlatsalaring bo'ladi degani. U ya'ni axlatni chiqarib qo'yib Sofershenkin deb qo'ymaydi. Shunaqa. Germaniyada ko'rganda ko'rishguncha. Germaniyada ko'rganda ko'rishguncha.